Agar sen yangi boshlamoqchi bo'lsang, uzumni yangi sotuvchi bo'layotgan bo'lsang, senga Abu Saxiy vigitniroq yoki o'sha O'zbekiston bozorlari ishlab chiqaruvchilari vigitniroq. Sababi sen Xitoydan tovar olmoqchi bo'lsang, u yoqda narx-navo o'sha kolleksiyaga qarab, ya'ni soniga, tovar soniga qarab o'ynaydi. Ko'proq olsang arzonlashib ketaveradi. Lekin o'zimda nima tovar ketishini hali bilmasdan, sistemani hali tushunmasdan, hali qanday esingda bo'lsa, yoshligimizda magazinga kirsak, kalbasani ozgina kesib, "Map deb ko'r, ta'mini" derdi. Xuddi shunday ta'mini ko'rmasdan turib, uverin bo'lmasdan, ya'ni ishonch hosil qilmasdan, 10 ming, 20 ming dollarga hali ketmaydigan tovarni olib kelib qo'ysang, muzlatib qo'ysang, undan ko'ra lutchi kamroq foyda qolsin. Nima tovar ketishini ko'rib olaylik, bilib olaylik, amin bo'lib olaylik, yeb ko'raylik. Ma'qul, ta'mini ko'rdik, zo'r ekan. Keyin o'verin bo'lib turib olib kelsak, u boshqa masala bo'ladi. Shuning uchun Xitoyda biza boshlayotgan odamlarga tavsiya qilmaymiz. Keyinchalik o'sha tovarda qaysi ketyapti, qaysi yo'nalishi chiroyliroq bo'ldi, qaysidan ko'proq foyda qoldi, qaysi tovaridan, o'shanga qarab Xitoydan keyin zakaz qilishni o'rgatamiz. Unaqa yaqinlarimiz ham bor, ularni o'sha kargolar bilan olib kelib berishadi.